Assalomu alaykum azizlarim, sog'misizlar, omonmisizlar? Mana Mariupolda mana sentri mana Pushta degan joy mana shu bo'ladi. Bilinglarmi? Hamma yo'q ishlaydi. Velbaras, hamma. Mana video nimalar ham, blogerlar ham ko'rgan. Bugun yakshanba, qorlar yoqqan. Ya da hamma yo'q bor. Ko'rdinglarmi? Men sizlarga bugun bir dam olishida ko'rsatib qo'yay deb nima qildim. Mana bu video rasmlar qo'yib qo'ygan. Park, yoshlar dam olib o'tiradigan joylar. Mana narsalar. Mariupol hayoti shu. Juda chiroyli tashlang. Masjidlarda pomni o'zimizda o'zbek tojiklar nima qilib chiroyli qilib nimalarni remont qilganlar. Hammasi o'zimizning bolalarning qo'lidan o'tyapti. Chiroyli. Mana narsalar bor, mana. Bunaqa narsalar qo'ygan. Kim nimani xohlasa, yana shashliklar qilishyapti. Mana Sankt-Peterburg, Mariupol. Mana shu Mariupol Sankt-Peterburgga berilgan akalar. Ko'rdinglarmi? Sankt-Peterburg polni remont qilyapti. Bolalar o'ynashyapti, o'zlari qilishyapti. Mana konsert bo'ladi, mana tepalarda o'ynashadi bolalar. Akalar, hali kechki paytda rosa odam ko'p bo'ladi bu yerda. Kech paytlarda kelib aylanish kerak. Endi biz ko'rmaymiz, yoshimiz o'tib qo'ygan. Yoshlar chiqadi, bo'ydoqlar. Narsalardan zo'r qilib qo'ygan. Narsalar qo'ygan. Shu Mariupol akalar, mana. Yoshlar rasmlar yolyapti. Bolachalar. Zo'r ekan, rasm tushadi endi.